Hammaga salom, mening ismim Akmal. Men o'zimning loyiham yaratdim. Loyiham shu SP32, PN532 va shu eshikni ochib yopadigan qulfdan iborat. Loyiham veb-saytga ulangan va bu mening veb-saytim. Hozir mana jami kirishlar soni 29 ta. Bugun 29 ta kirgan, chunki bugun ishlatdim. Qurilmalar ikkita qurilma, so'nggi kirish vaqti bu server vaqti bo'yicha hisoblayapti hozircha. Mana oxirgi kirgan odam Behruz Abduazimov, ya'ni mening jo'ram. Uni mana shu NFC tekka yozganman ism familiyasini Mifeir orqali. Endi hozir o'zimni borib tekshirib ko'ramiz. Bunga o'zim ism familiyamni yozganman Mifeir orqali. Bu mening hardware qurilmam. Birinchi o'rinda nimalar bilan tashkil topganini aytadigan bo'lsam, bu SP32, bu quvvat manbai, bu relay. Buni boshqarish uchun, ya'ni bunga kattaroq tok kerak, 9 volt kerak bunga. Bu PN532. Mana shu kartadan ma'lumotni o'qish uchun yoki bu kartaga ma'lumot yozish uchun Mifeir orqali. Bu yerda ikkita LED, bu buzzer, shu kirganda ovoz chiqarish uchun. Hozir mana kartamni tekkizadigan bo'lsam, bu qulf ochiladi va ma'lumotni saytga yuboradi. Tekkizaman, qulf ochiladi. 3 sekund, 4 sekunddan keyin yana qulf yopiladi. Hozir veb-saytni ko'radigan bo'lsak, va mana 2 marta tekkizdim. Akmal Abduraimov deb turibdi. Jo'ram Behruz Abduazimovdan keyin Akmal Abduraimov bo'lib turibdi. Nega qurilmalar degan narsa qo'shganman? Agar proyekt kattaradigan bo'lsa, ya'ni boshqa qurilma qo'shiladigan bo'lsa, ya'ni 2-3 ta eshik boshqarilishi kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda qurilma qo'sh deb qilsa bo'ladi. Ya'ni boya bu hozir asosiy deb nom berib qo'yganman. Boyagisida esa 314-xona deb xonam nomini yozib qo'yganman. Ya'ni kirish, chiqishlarni ko'rsa bo'ladi. Ya'ni bunga o'tsak, mana asosiyga o'tsak, yil bor 2026, mana aprelda tanlasak 14-aprel, bugunni tanlaydigan bo'lsak, bugun kirgan odamlar soat nechida kirgani, qaysi kuni kirgani va ashlar to'plami mavjud. Bu hozir onlayn veb-saytda saqlanyapti. Hozircha shular. Hammaga rahmat. Video yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmanglar.